Assalomu alaykum akalar. Xudo xolasa Nexus 3 mashinasini ham karnizlarini, svakelarni tugatib, chaqlash shuriga tayyor qo'ydik. Xo'p akalar, bir narsaga ko'zim tushdi, sizlarga manfaatli bo'lardi deb aytyapman. Mana Nexus 3 bilan Cobalt mashinalarida ABS tekir o'tadi, shu kuzat orasida. Buniki ham tish ketib qoldi. Bu tushunavli tish ketib qoladi. Bu tish ketgandan keyin salonga suv kirib ketib qoladi. Endi buni ko'pchilik biladi, baribir bilmaydigan odam ham bor. Misol suv qayerdan kiryapti salonga deb o'ylaydi. Mana shu yerdan suv kirib polga tushib, polda politayda yubka shimib olgandan keyin mashinaning ichida hidlanish bo'lib qoladi. Hidlanib, zakt hidiga o'xshab hidlanib qoladi va polni ham zanglatib, chirish olib keladi bu. Shuning uchun bitta joylarini ko'rsatib, misol Nexus 3 bilan Cobalt bor akalarimiz mana shuni bitta olib kelib ustaxonalarga ko'rsatib olsa, mana atrofida germetkalar beriladi. U keyin mahkam qoladi qurib. Bu tomonda mana tay tuyi bilan yo'q ekan mana. Bu keyin rezinka qo'yib germetkalar qo'yamiz. Shunday joylarni ko'rsatib, germetkalar tozalaring, mashinaning ancha xizmat qilaveradi, xudo xolasa. Video manfaatli bo'lsa, akalar yaqinlarga jo'natib, like bosib, podpiska qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.